Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga tunuka ishlarni qilib beramiz. Bu ishimizni O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida qilib beryapmiz. O'ta ham chiroyli holatda mana shunaqangi 90 gradusli fasonda qilib berdik. Qadrdonlar, ichkariga qismiga kiradigan bo'lsa, ichkari qismi mana shunaqa darvozaxonasini chekkalarini 45 gradusli fasonda qilib, o'rtalariga bir donagina kosmoslarimizni o'rnatib berganmiz do'stlar. Ishimiz sifatini ko'rib o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar, burchaklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Burchaklar har bitta burchaga alohida e'tibor bergan holda cho'tki holatda qilib berdik. Qadrdonlar, qaranglar, bu burchaklarni ham bir xilda qilib, akkuratni holatda qilib berganmiz. Hop, kosmoslarimizni ham cho'tki holatda o'rnatib berganmiz. Qadrdonlar, oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi qoshlarini 90 gradusli fasonda o'ta ham chiroyli holatda qilib berdik. Mana bu tomonlarini ham ko'ringlar, bu tomonlarini ham cho'tki holatda qilib berganmiz. Mana shu burchagimizda ozginagina ishimiz qolgan. Mana shu yerda bittasi xudo xohlasa tugaydi. Mana bu tomonlarigacha akkuratni holatda tunuka ishini bitkazib beryapmiz qadrdonlar. Mana bu yo'lagigacha qilib berganmiz. Mana bu yo'lagini ham 90 gradusli fasonda ideal holatda bitirib berdik. Burchaklarni ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham chiroyli holatda qilib beryapmiz. Narigi burchagi bilan bu burchagini bir xilda qilib berganmiz. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.